Saharman misol uchun ertalabki shu ovqatdan keyin bitta ko'tarilganda misol uchun 18-20 ga chiqib ketardi. Hozir misol uchun 13-14. Ancha oyog'imda jivir-jivir как-то barmoqlarni qilam misol uchun bo'lardi. Shu sezonman kamaydi. Bu mahsulotni men yaqinda oldim. 4 kun 5 kun bo'ldi boshlaganimga. Yarim stakan suvga, iliq suvga, maysarani choy qoshiqda. Uni ham ertalab bundan keyin misol uchun buni iliqlicha ichib yuborman. Endi bir yechitimiz ko'nglingizni ozdirishi mumkin. O'zini ichaman, yo'q, hech qanaqa ko'ngil aylantirish misol uchun anaqa bo'lmadi. Juda yaxshi ana qonman misol uchunda. Saharman misol uchun ertalabki shu ovqatdan keyin bitta ko'tarilganda misol uchun 18-20 ga chiqib ketardi. Hozir misol uchun 13-14 bo'lib turibdi. Yeganimdan keyin misol uchun. 4 kunlik rezultat. 4 kunlik rezultat bu. 12dan keyin hozir yana pastga qarab 808 hozir saharim. Qo'limga datchik qo'yilgan. Datchik misol uchun. 8-8. Mana hozir bu 808. Shu datchik orqali misol uchun men ko'rib turaman saharimni anaqasini. Men bularni уже sezyapman effekt borligini. Xudo xolasa misol uchun shuni oxirigacha olsam yaxshi bo'lib ketarman. Saharim ham yuvib ketar xudo xolasa.